Bugun biz har xil davlatlarda ramyonni zakaz qilib yeb ko'ramiz va ta'miga baho beramiz. Qani bo'lmasa ketdi. Yo'q, birinchi ramyonimiz keldi. Bu ramyon chishta Koreyada chiqqan. Bitta dona mana bunaqa zirovori chiqdi xolos. Boshqa hech narsa yo'q. Qani bir koreyskiy ramyonimizni ta'miga baho beraylik-chi. Bismillahirrohmanirrohim. Oddiy rolton bo'ladi-yu, do'konlarda sotadigan. O'shani idishligi daqiq ekan. Bu koreyskiy ramyonimizga 10 dan 5 ball beraman. Ikkinchi yeb ko'radigan ramyonimiz. Bu ramyonni bilmadim, to'g'ri bir antik varianti o'xshayapti. Bu narsamiz Rossiyada chiqqan. Nima? Kukun. Bu menimcha kasha shekilli. Endi yeb ko'rib ta'miga baho beramiz-da. Kashami, ramyonli kashami, mana bunaqa narsasini yeb ko'ramiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Mana bu. Shunaqa g'alati bo'ladi. O'sha bemaza narsa ekan. Undan 0 beraman. Bu vashshi bo'lmaydi. Endi Turkiyaning ramyonini yeb ko'ramiz. Xamir ko'rib turganinglardek. Yog'i va to'rtta narsasi bor ekan. Yaxshi. Beramiz Turkiyaning qanchalik zo'r ekan. Yaxshi. Zo'r ekan Turkiyaning ramyoni. Men bunga 10 dan 6 ball qo'yaman. Endi Qozog'iston ramyonini yeb ko'ramiz. Ziravorlar, ikkinchi ziravorlar. Bu nima bu? Qanaqadir? Qaranglar, bu nima bu? Davay endi ta'miga baho beramiz-da, endi qanchalik zo'r chiqadi, tam zo'r emas. Qozog'iston ramyonining xamirlari rosa katta-katta ekan, qaranglar. Vashshi ekan bu. Lag'mon ekan, lag'mon. Bismillah. Просто ramyon ichaman desanglar, mashinadan ichilishini olib vashshi ekan. Bunga men 10 dan 9 ball beraman. Zo'r ekan. Yaxshi. Va yana nima narsalarni zakaz qilib yeb ko'rishimizni kommentariyaga yozib qoldiringlar.